Assalomu alaykum. Men Jonizoqov Navruz. Xorijiy ta'lim yo'nalishi 622-guruh talabasi. Elektron ta'lim faniga oid videorolik tayyorladim. Videoroligimiz Canva platformasidan qanday foydalanish haqida bo'ladi. Sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz bir boshidan. Birinchi o'rinda Google qidiruv tizimiga www.canva.com deb yozamiz. Mana bizda tayyori bor. Va kiramiz. Xo'p. Oynaga kirganingizda sizga birinchi shu yashil, ya'ni ko'k oyna chiqib keladi. Bu yerdan oldin men kirganim uchun bunaqa taklif beryapti. Yana Navruz Jonizoqov emaildan foydalanib davom etasizmi yoki yangi email kirish qilasizmi deb men oldindan kirganim uchun davom etish tugmasini bosaman. Agar siz birinchi marta kiradigan bo'lsangiz, kirish yoki ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Xo'p, kiramiz. Xo'p, qaysi hisobingizdan foydalanasiz deyapti. Navruz Jonizoqov bosamiz. Davom etish. Mana hisobimizga ham kirib oldik. Endi bu yerdan siz xohlasangiz ta'lim uchun yoki ko'plab ishlar bajarishingiz mumkin. Bu yerda bir qator qulayliklar keltirilgan. Hammasiga birin-ketin kirib, tushuntirib o'tamiz. Bu yerda meni oldin qilgan, ya'ni tayyorlagan Canva'da prezentatsiyalarim. Xo'p, bu yerdan yaratish yoki bosh sahifa, loyihalar, shablon, brend, Canva Eye yoki ilovalarni topishingiz mumkin. Xo'p, bizga shablon kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Shablonni bosib olamiz. Shablon. Endi bizdan so'ralyapti. Mana bir qancha shablon taqdim etib, siz shablon qaysi turdagi biznes uchunmi yoki ta'lim uchun yoki video marketing nima uchun foydalanmoqchisiz, o'shani bosasiz. Misol uchun ta'lim uchun deb bosamiz. Ta'limga oid bir qancha shablonlar keltirib beradi bizga. Endi bizning fanimiz elektron ta'lim bo'lganligi uchun yozamiz. Elektron ta'lim. Qidiruv beramiz. Xo'p, mana azizlar, elektron ta'limga oid bir qancha shablonlarni berdi. Bundan kirib o'zingizga qulayini tanlab, xohlaganingizcha foydalanishingiz mumkin. Buning afzallik tarafi shundaki, bunda effektlar yoki animatsiyalar yuqori darajada, ya'ni yuqori sifatli qilib beriladi. Buni birontaga namoyish qilganingizda ham, prezentatsiya qilganingizda ham juda zo'r va qulay keladi sizlar uchun. Xo'p. Endi xohlasangiz sun'iy intellekt orqali tayyorlashingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz qo'lda tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda ko'plab qulayliklar keltirilgan. Endi uyga qaytamiz. Ya'ni bosh sahifaga. Mana bir qancha qilgan prezentatsiyalarim, shulardan birontasini sizlarga ko'rsataman. Xo'p, mana ingliz tilidan qilgan ekanman oldin. To'liq namoyish yoqamiz. Integrate